Bugun aynan kadrlarni qiynab kelayotgan bir qator masalalar haqida suhbatlashamiz. Majlis o'tkazilishi kerak emas. Ertalabda bitta majlis, zeriksa peshinda bitta majlis qilib qo'yadi va kechki paytda yana majlis qiladi. Ochiqchasiga aytdim. Bu boshqarmada ikkalamiz sig'mayapmiz dedim. Yoki bojxona xodimlarini ham ko'ramiz. Hali bir mahallada yuradi, hali mehribonlik uylarida, hali qarasangiz quyosh panellarida yuradi. Yahudiylarni rivojlanishiga eng asosiy sabablardan biri bo'lgan bu odat 4 kun ishlagan haftasida narigi haftalardan ko'ra ko'proq deylik samarador bo'ldi. Shuning uchun ham oiladagi muhit buzilishiga ham olib kelishi mumkin bunaqa holatlar. Bizda shunaqa bor, sabzisi orqadamikan, oldinamikan deydi. O'zbekistondagi aksariyat kadrlarni bir charchagan kadrlar deyman-da. Xonama-xona yurib ozgina g'iybat qiladi. Ishni unumi bo'lmaydi. Chunki u biladi, yarim kechgacha mana shu yerda o'tirishga majbur. O'sha sabzini orqadan urish amaliyoti amalga oshirilyapti. Hammasi aytadi, bezib ketdik to'g'risi deydi. Charchadim deydi, majburlikdan yuribman deydi. Siz aytgan holatlar ish samaradorligini faqatgina yomonlashishiga, tushishiga olib keladi. Hayron qoldim, ba'zi bir vazirliklarda birinchi o'rinbosar shtatda ikkita ekan. Xodimni yomoni yo'q o'zi aslida. Men o'zbek tilida gaplashishni xohlamayman va o'zbek tilida ish yuritiladigan tashkilotga bormayman deb ochiq-oydin nomzod aytayapti. Ular bir isqirtliklarni beryapti. O'zini boshqara oladigan odam rahbar bo'ladi. O'zbekistondagi hamma rahbarlarni yoppasiga bir o'tirmaganlarni rahbarlikdan olib tashlash kerak. Hayron qolaman, qanaqasiga u rahbar bo'lib o'tiribdi ana u joyda. Lekin hozir davlat idoralarida ham bo'shash tendensiyasi kuchayib boryapti. Davlat ishini prestijliga tushib boryapti. Ishdan bo'shashdan qo'rqmaydigan odam o'sha tashkilotni rivojlantiradi. 2000-yildan yosh bo'lgan avlodda energiya juda tushib ketgan. Vatan omon bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Vatanparvar podkastining navbatdagi soni yana sizlar bilan. Bugungi mehmonimiz HR ekspert, Zamin loyihalarining asoschisi Hoji Muhammad Nusratov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mo'min aka, yaxshimisiz? Salom. Rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Xo'p, bugun siz bilan O'zbekistondagi kadrlar masalasi, rahbarlardagi menejmentlik qobiliyati, umuman olganda kadrlar bilan ishlash siyosati haqida suhbatlashishni niyat qilganmiz. Ayni sizni mutaxassisligingizdan kelib chiqib, tomoshabinlarga tushunarli bo'lish uchun aytib o'taman. Hoji Muhammad akamiz HR mutaxassis, ya'ni endi bizni jaydarchasiga aytsa, shu kadrlar yo'nalishi bo'yicha mutaxassis. Endi biroz farq qiladi aynan kadrlar bo'yicha mutaxassislikdan. Umumiy holatda mana shunaqa inson resursi, inson kapitali bo'yicha ishlaydigan tashkilotlar asoschisi. Shuning uchun bu mavzuga aynan ushbu akamizni loyiq ko'rdik va bugun aynan kadrlarni qiynab kelayotgan bir qator masalalar haqida suhbatlashamiz. Shuning uchun ushbu podkastimizni oxirigacha tinglash siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Aka, avvalambor mana O'zbekistonda umumiy har qanday kadrni, har qanday davlat idorasi deymizmi, hamma joyda qiynaydigan bir masala bor-da, bu majlisbozlik degan masala bor. O'zi menejment bo'yicha bu majlisbozlikni ham qanaqadir bir tartib qoidasi bormi yoki belgilangan normasi bormi? Shu haqida bir ozgina tushuncha bersangiz. Bu savolingizga nafaqat tajribamizdan, balki o'rgangan bilimlarimizdan kelib chiqib javob bersak yaxshi bo'lardi. Chunki yig'ilishlar o'zi bo'lib turish tabiiy holat. Normal holatda qanaqa bo'ladi o'zi aslida? Haftalik va oylik yig'ilishlar bo'ladi. Maksimum chegarasi 1 soat, ya'ni 60 daqiqa. Bitta yig'ilishni. Bitta yig'ilishni maksimum chegarasi 60 daqiqa deb belgilangan. Ya'ni ko'pchilik management ekspert ustozlari kitoblarida bu ta'kidlanadi va hozir dunyoning eng rivojlangan kompaniyalarida urf odatga kiryaptiki, haftaning bir kunida no meeting deyiladi, ya'ni majlislarsiz kun. Ya'ni mashinasiz kun e'lon qilingan, bir nima kunlar e'lon qilinadi, shunaqa majlislarsiz kunlar e'lon qilinyapti hozir. Va stand up meeting, ya'ni tik oyoqdagi yig'ilishlar 10 daqiqa 15 daqiqa atrofida bo'ladi. Tik oyoqda bir masala, yonib turgan masala bo'lsa hal qilinadi. Endi mohiyatidan kelib chiqsak, nima uchun majlis qilish kerak o'zi aslida? Hozirgi davrda o'zi aslida ma'lumotlarni elektron ravishda almashish imkoniyati bo'lib turgan holatda majlis o'tkazilishi kerak emas. Qanaqa holatda kerak bo'ladi? Bitta qarorga deylik bir nechta odamlarning roziligi kerak bo'lgan holatda majlis o'tkaziladi. Va bu uchun qisqa daqiqalar yetadi o'zi aslida. 10, 15, 20, yarim soat juda muhokamaga aralashib ketsa 1 soatgacha. Qolgan payt ishlash tavsiya qilinadi. Tushunarli. Chunki
Bu savolni sizdan birinchi bo'lib so'raganim ham bejiz emas. Ko'pchilik murojaat qiladi-da, majlis bozligidan jonga tegib ketdi. Bu shu darajada bizga illat darajasiga ko'tarildiki, hattoki buni prezident ham ko'tarib, hatto yig'ilishlarda aytdi. Ya'ni yig'ilishlar adashmasam 40 daqiqadan yoki 1 soatdan oshmasligi kerak degan prezident topshirig'i bilan bu quyi tashkilotlargacha tushirildi. 2-3 yil oldin qilingan narsa edi bu, hujjatlashtirilgan edi. Lekin ma'lum bir muddat sal amal qilinganday bo'ldi. Yana o'zini hol tashab qo'yildi bu narsa va majlislar shunaqangi odamni bezdiradi. O'zim men davlat idorasida xizmat qilganligim uchun bilaman. Oddiygina shu markaziy apparatda boshqarma boshlig'i yangi kelgan bizga. Endi o'zini ko'rsatish kerak. Ko'rsatish uchun avvalosi bir bizni yo'nalishni tushunmaydi u boshqarma boshlig'i bechora va ertalabda bitta majlis, zeriksa pechinda bitta majlis qilib qo'yadi va kechki paytda yana majlis qiladi. Yana haftani boshida xullas mana shunaqa har hafta takrorlanadigan sikl bo'lib qolganda odam shu darajada bezib ketganda, hattoki pichoq shu darajaga yetib bordiki, ochiqchasiga aytdim. Bu boshqarmada ikkalamiz sig'mayapmiz dedim. Yo siz qolasiz, yo men qolishimga to'g'ri kelyapti, bo'lmayapti dedimda. Shu darajada bezdirib tasavvur qiling. Xodimni rahbarga nisbatan bu gapni aytishi bu bezdirib yuborgandan dalolatda. Shu uchun haqiqatda odamlar bezib ketgan. Aynan mana shu masalani ko'tarishimiz kerak edi. Rahbarlar uchun o'ylayman bu ma'lumotlaringiz o'rinli va manfaatli bo'ladi, chunki haqiqatda majlisni ko'paytirib yubormaslik kerak 1 soat normasidan. Endi yana bir kadrlarimizni g'ashiga tegadigan masala bor. O'zimiz ham bu narsaga juda ko'p duch kelganmiz, ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda bu ko'p kuzatiladi. Ya'ni asosiy o'zini ishidan boshqa ishlarga jalb qilinishi. Deylik, ichki ishlar xodimlarini bir ko'rasiz, g'alla, paxta yig'im-terimida bo'ladi yoki bojxona xodimlarini ham ko'ramiz, hali bir mahallada yuradi, mehribonlik uylarida, hali qarasangiz quyosh panellarida yuradi. Bu bechoralarni asosiy vazifasi nimadan iborat edi? Nima qilib yuribdi? Mana shu narsa xodimlarning ish faoliyatiga, ish unumdorligiga qanaqa salbiy ta'sir ko'rsatadimi yoki ijobiy ta'sir ko'rsatadimi? Menejment nuqtai nazaridan sizni fikringiz qanaqa? Qarang, 2-3 ta keyslar bilan keltiraman. Birinchisi responsible of everything, master of nothing deydi. Ya'ni har bir narsaga mas'ul bo'laversa, hech narsani ustasi bo'lmaydi. Ikkinchisi buyuk bir Xitoy maqoli bor. 2 ta quyonni ortidan qo'llagan bittasini ham tuta olmaydi, deydi. Uchinchisi, mana hozirgi kunda guvohi bo'lib turgan holatimizda qanaqa katta kompaniyalarga asos solishdi. Yahudiylarni rivojlanishiga eng asosiy sabablardan biri bo'lgan bu odat aynan bir sohani chuqur o'rganish. Ya'ni 10 metrdan 10 ta quzuq qazmasdan bitta quzuq 100 metr kavlash. Mana shu narsa deylik sabablardan eng asosiy sabablardan biri qilib ko'rsatiladi. Siz aytayotgan holatda bizda qanaqa bir sindrom bor? Bitta odam deylik bir ish o'zi deylik lavozimi deylik hujjat yozuvchi. Faqat klaviaturada yozadi bo'ldi. Lekin shunaqa tez yozyapti, shunaqa aytilgan narsani yozyapti, xatlarni yozib kelyapti. Endi tezligi bor, bo'sh vaqti ortib ketyapti, o'zini ishini amallayapti, xato qilmayapti. Unga keyin yana bitta qo'shimcha lavozim beriladi, deylik ma'lumotlarni chop etuvchi, deylik pressada ishlaydigan bir lavozim berildi. Oldingisidan ozod qilinmadi. Uni ham zo'r qilyapti, eplayapti, faqat uyiga shu soat 6 da ketyapti-da. U 9 dan 6 gacha ishlab turibdi o'zi. Lekin 6 da uyga ketyapti-da. Ya demak, bunga nima bildirib bersa eplaydi, o'zini ishini eplolmayotgan yana kimdir ishni yana ustiga eplab yuklab qo'yilaveradi. Oqibatda o'sha boya aytilgan 100 metrgacha bormasdan bu o'ladi. Sinadi. Ishdan ketishini, butunli tizimdan chiqib ketishini, o'zi ham bahonada u kadrni o'zi ham ishdan chiqishini sababi u o'zi ishdan chiqmadi. Uni buzib qo'ydik. Uni ishdan chiqarib qo'ydik-da. Chunki 100 kilo ko'taradigan narsaga 1 tonna qo'yganingizdan keyin u kuyadi, sinadi u. O'shaning ishdan bo'shashiga, tizimdan chiqib ketishiga sabab oylik kamligi emas. Deylik, tashkilotni sevmasligi emas. Asosiy sabablardan biri boya aytib qo'yganingizdek, o'zingiz bezib qolish bo'ladi. Shu sababdan chiqib ketadi ko'pchilik. Qaysi korxonadan bo'lishidan qat'iy nazar. Gapingiz bir latifani esimga solib yubordi. Ya'ni bir xodim bor ekan, har xil mana shunaqa yuklamalarni olaverar ekan.
xullas o'zi har bitta tashkilotda o'zi bitta lokomotiv xodim bo'ladi-da, hamma o'sha bo'limni ishini tortadigan. Shunaqa xodim ekan. Shu xodim ishlayverar ekan, bir kuni boshlig'i chaqiribdi. Sizga qancha topshiriq bersak qilaverasiz, zo'r xodimsiz. Shuncha bir siz bilan faxrlanamiz debdi. Rahmat. Shu gaplaringizni anchadan beri kutib yurgandim. Oyligimizni ko'tarasizmi desa, yo'q, ishingizni ko'taramiz degan. Shunaqa ishini hajmini ko'taraveradi. Bitta yomon tarafi bor-da, mana shunaqa nima. Mana bizni o'zimiz ham postda xizmat qilganmiz. Postda har qanaqa yozuvchi bayonnomalar, hujjatlarni to'ldirishni bilardik-da va xodimlar ana shu bilishini ham bildirmaslikka harakat qilardi. Ya'ni bilaman deb tutildim, bilmayman deb qutuldim degan naqlda amal qilib yashaydi-da. Shuning uchun jinnini yoqib yuradi, biror topshiriq bersa, oldiga hujjat tashlasangiz, men buni bilmayman deydi. Ofitser odam, qanday qilibsan bilmasligi mumkin. Chunki u biladiki, agar uni bilishini bilib qolishsa, ana post boshlig'i yoki rahbari faqat o'shani ishlatadi-da. Xodimlarga ishni teng taqsimlamaydi, hammasi teng-tangni yoqib yuraveradi va natijada bu yerda kadrlar, mana bu qiladigan xodimlar borku degan anaqa ichki bir yalqovlikni yoqib oladi-da. O'zini sohasini mukammal bilmaydigan xodimlarni ham ko'payishiga olib keladi-da. Mana shunaqa hamma yuklama bir tarafga berilishi. Endi bu bitta tashkilot ichida turilib aytayapman. Endi davlat miqyosida ham, masalan, deylik g'allachilikni ichki ishlarga berib qo'ysa yoki fermerlar uyushmasimi yoki qishloq xo'jalik vazirligining mutasaddilari ichki ishlar borku, bizda nima g'am degan qanaqadir o'ylov bilan o'zini ishiga mas'uliyatsiz yondashishi mumkin-da. Shuning uchun juda bir og'riqli masala deb bilaman mana shu narsani. Bir paytlar sektorlar chiqqan edi. O'sha paytlar ham bir maqolalar qilib yozgandim. Sektorlar o'zini oqlashiga ko'zim yetmaydi deb. Mana yaqinda shaxsan prezidentimizning o'zi sektorlar o'zi oqlamaganini, juda ham bir yaxshi tashabbus bo'lmaganini aytib bekor qilib tashadi mana shu narsani. Shuning uchun hozir mana shunaqa holatlar baribir saqlanib qolyapti. Shularni yengillashtirib, kerak bo'lsa hammasini bekor qilib, hammani o'zini ishini qiladigan holatga olib kelmasa, bu tashkilotlarda ish olg'a siljishiga juda katta to'sqinlik qiladi-da. Keyingi yana bir og'riqli masala, juda og'riqli masala. Ayniqsa mana bu rahbar, ya'ni rasmiylashtiruv joylarda bo'lgan markaziy apparatlarda xizmat qilayotgan xodimlarni qiynab keladigan masala bu. Bu ish vaqtiga rioya qilinmasligi. Hech yashiradigan joyi yo'q. Masalan, ertalab 9 dan kechki payt o'zi 18:00 gacha bo'lishi kerak ish vaqti, lekin 20:00, 21, 22, yarim kechgacha ishlatish holatlari juda ko'p kuzatiladi-da. Mana shu holat xodimlarning ish samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Xo'p, xodimlarning ish samaradorligiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi o'zi aslida. Xo'p, endi muammolar o'zi aslida ko'p ko'tarilyapti muammolar. Keling bir yechimlarga ham ozgina to'xtalib o'tib ketsam, hozir mana biz rekrutment agentligimiz bor, ya'ni kompaniyalarga professional kadrlarni topib ishga yollab beramiz. Bu yerda davlat tashkilotlari ham bor, xususiy tashkilotlar ham bor, ya'ni tijoriy tashkilotlar deylik. Tijoriy tashkilotlar ham bor. Asosan rahbarlik lavozimlarini hozir lavozimlarda kadrlarni topib beryapmiz va ko'p tashkilotlarga o'zimiz maslahat berib ish vaqtini to'g'rilayapmiz. Siz aytdingiz, mana davlat korxonalarida 9:00 dan 18:00 gacha deyapsiz-ku. Bu shunaqa belgilangan va undan keyin qolib ketish holatlari o'zi aslida belgilangan qonunni buzilishi, to'g'rimi? Endi ba'zi bir tashkilotlar bor, xususiy tashkilotlar, hozir endi nomini aytib o'tirmayman. Belgilangan ish vaqtini o'zi 9:00 dan deylik soat 10:00 gacha deydi. Qonunda deylik mehnat o'zida davlat tashkilotlariga buni ochmaydi. Va biz unga kadr topib berishimiz kerak. Biz hozir shuni majburiy qilib kerak bo'lsa, yo aks holatda biz ishlamaymiz degan, lekin to'g'ri tavsiyalarni bergan holatda ish vaqtini 8 soatga to'g'rilayapmiz. 6 kunlik ish joylarida 5 kunga to'g'rilayapmiz. Nimaga? Boya siz so'ragan samaradorlikka 100% teskari ta'sir qilgani uchun. Misol uchun 6 kun ishlaganda bir haftada 48 soat ishlashi mumkin. 5 kun ishlaganda 40 soat ishlashi mumkin. 48 soat ishlab turib, misol uchun 50 kilogramm deylik mahsulot berishi mumkin. Lekin 40 soat ishlaganda 60 kilogramm mahsulot berish mumkin. Bu nimadan kelib chiqadi desa, bu o'sha ishlayotgan soatda, ishlayotgan vaqtda qay darajada ko'proq samarador bo'lib mahsulot berish bilan baholanadi.
Ya'ni kadr bir kunda 8 soatdan oshmagan holatda ishlasa va o'z ishini yaxshi ko'rsa va o'zi qilayotgan ishni bilsa, u haftasiga 5 kun 8 soatdan ishlagan holatda ko'proq samarali ishlaydi, ko'proq mahsulot beradi, ko'proq unumdor bo'ladi. O'zi aslida hozir rivojlangan mamlakatlarda, rivojlangan katta xususiy kompaniyalarda ish kuni 4 kunlikka ham o'tyapti hattoki. Bu ma'lumot qanchalik hammaga ochiq, qanchalik yopiq bilmayman, lekin 4 kunlik ish kuniga ham o'tyapti va 4 kunlik ish kuni ko'rsatilgan statistikalar bor, hisoblangan. 4 kunlik ish kunidagi samaradorlik 5 kunlikdan yuqoriligi o'zi isbotlandi. Ya'ni o'sha xodim 5 kun ishga chiqdi, 6 kun ishga chiqdi, bir hafta 4 kun ishga chiqdi. 4 kun ishlagan haftasida narigi haftalardan ko'ra ko'proq deylik samarador bo'ldi. Mana o'zimda ham ba'zi shunaqa holatlar bo'ladi, Mo'min aka. Mana kechqurun menda samaradorlik yuqori bo'ladi asosan. Mana soat 11-12 dan kech soat 2-3 ga qadar 2 soatning ichida bir haftada qiladigan ishlarimni qilib qo'yaman. O'zim hayron qolaman. Shu ishni mana deylik kun davomida ofisimga kelib qilganimda bir haftada qilardim. Ofisdan chiqib ketdim, ko'chaga, kafega boraman, 2 soat ishlayman, o'sha ishni yakunlab qo'yaman. Bunga o'xshagan sabablar ham bo'lishi mumkindir. Balki endi majburiy bo'lgan holatdan tashqarida. Men o'zim ham davlat tashkilotlaridan birida ishlaganimda asosan kechqurun kechasi ishlardim idorada. Nimaga aytsangiz, o'sha kechqurun meni samaradorligim yuqori bo'lardi. Lekin ertalab vaqtli kelish majburiyatim bor. Buni bilgan holda kechqurun ishlardim. Nimaga? Chunki o'sha soatda aynan meni samaradorligim yuqori bo'lardi juda ham. Ba'zi tashkilotlarda, xususiy davlat ba'zi tashkilot majburiy ushlab turish holatlari bor. Bu umuman samaradorlikni o'ldiradi. Natijada boya siz aytgandek mehnatga layoqatsiz, o'z ishini bilmaydigan, jinnini yoqadigan deyamiz, balki rostdan jinnidir. Ya'ni balki rostdan ham bilmasligi, rostdan ham o'zini potensialini kesib, o'zi yoqmagan bir majburlikdan qimirlab yurgan odamlar shakllanib qolishiga olib keladi. Yani sabablardan biri majburlab ushlab turilishi, qo'rqitilishi, rahbar tomonidan yaxshi ko'rilmasligi bu juda muhim narsa. Ya'ni любой erkak kishi hozir jamiyatda juda ko'p muammolar bor aslida. Faqat kadrlardan tashqari oilaviy holatda ham, chunki bizda oila boquvchisi asosan erkaklar va erkaklarning asosiy vaqti ishda o'tadi va ular ishda qanaqa sharoitda ishlayotganligi bu ularning oiladagi o'rniga ham ta'sir qiladi. Misol uchun tasavvur qiling, ishxonada rahbar tomonidan hurmat qilinmayotgan, e'zozlanmayotgan, qadrlanmayotgan, ezilayotgan kadr oilaga borganda qanaqa qilib u o'zini yana tik holatga qaytarib olish qiyin holatda bo'lib qoladi. Ya'ni bir vaqt o'zida 11-sinf bolaga dars o'tib, o'sha dars tugash bilan keyin 1-sinfga kirganda u holatda bo'lib qoladi. Shuning uchun ham oiladagi muhit buzilishiga ham olib kelishi mumkin bunaqa holatlar. Biza tavsiya qilamiz. Biza o'rganayotgan bilimlarni shuni ko'rsatadiki, statistika bilimlar, o'sha kitoblarimiz hozir shuni ko'rsatadiki, menejment bo'yicha nima tavsiya qilinadi? Birinchi o'rinda xodimlarni yaxshi ko'rish. Oilaga borsak, qanaqa farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz? Xodimlarni ham shunaqa yaxshi ko'rish. Ishi samaradorligidan qat'iy nazar yaxshi ko'rish. Oilada baribir bo'ladi. Ya'ni qaysidir farzand bundoq, qaysidir farzand bundoq. Komandada ham, jamoada ham bo'ladi baribir. Muhimi o'sha jamoani yaxshi ko'rish. Samara bermayotganini chetlatish mumkin, haydash mumkin. Jamoani yaxshi ko'rib yetaklash bor, majburlab qo'rqitib yetaklash bor. Ya'ni HR larda biz kadrlar endi jaydarchasiga ham tushuntirdik. Hozir HR ni menimcha auditoriyamiz oydinlashtirib yubordilar o'zlari uchun. Bizda shunaqa gap bor. Sabzisi orqadamikan, oldinamikan deydi. Sabzi deganda kimdandir orqasidan sabzi berasiz, ya'ni u gazni berib ishlatish kerak uni. Qo'bol qo'yayotganda bo'lmasa yurmaydi. Shunga o'rganib qolgan, qo'rqitib, urushib, tepib. Kimdirga oldidan anaqa qo'ysangiz sabzini, mana shu mehnat qilsang, mana shunga borasan. Mana shunaqa premiya olasan, mana shunaqa o'sasan deb ko'rsatsangiz, o'shanga qarab harakat qiladi. Unga boshqa ortiqcha narsa kerak emas. Shuning uchun hozirgi bizni ko'p tashkilotlarda guvohi bo'lyapmizki, faqat orqadagi anaqaga bu sindrom bo'lib qolgan. Shuni endi oldiga o'tkazish vaqti kelgan o'zi. Ko'p bizni deylik jamiyat oldidagi burchimiz, vazifamiz shu deb bilamizki, hozir o'zimizning tashkilotimizda o'sha xodimlarga berilayotgan motivatsiyani oldi tomondan ko'rsatish, ularni e'zozlash, qadrlash. Bu o'z-o'zidan juda ko'p narsaga xizmat qiladi. Ish samaradorligini oshishi, tadbirkorlikning rivojlanishi ortidan o'z-o'zidan kambag'allik qisqarishi, oilalardagi muhitga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan deylik
holatga olib borish yo'lida xizmatdamiz. To'g'ri aytasiz. Haqiqatda mana shu ish soatlariga rioya qilinmasligi natijasida jamiyatda deylik, davlat miqyosida ham siyosiy, ham ijtimoiy muammolar yuzaga kelib chiqadi-da. Ya'ni men O'zbekistondagi aksariyat kadrlarni bir charchagan kadrlar deyman-da. Ruhan va jismonan charchagan kadrlar deyman. Ish soatini bir aniq vaqti yo'q. Aynan mana shunaqa qizg'in jarayonlarning ichida o'zim ham bo'lganman. O'zim yarim kechgacha ishlaganman. Hayotimni mazmun qilmagan, dam olish, qo'shimcha yo'q, qanaqadir vaqt ajratish, umuman bunaqa narsalar bo'lmagan, shunaqangi o'g'dan bezib ketgan holatlar bo'lganda. Shu uchun mana bizni xodimlar aytardi, bizga 9 dan 18:00 gacha qilib qo'ysin bizni vaqtimizni, bo'ldi 18:00 dan chiqib ketlaring deb bizni qo'yib yuborsin ishxonadan. Biz mana shu holatda yaxshi natija ko'rsatamiz deb aytardi. Mana hozir endi nima qiladi xodimlar? Biladi, yarim kechgacha o'tirishga majbur. O'zining yozilmagan qoidasi bo'yicha birinchi rahbar ketmasdan turib, boshqa rahbarlarni ketish mumkin emas. Boshqa rahbar ketmasa, qo'l ostidagilari ham ketishga qaysidir ma'noda vijdon qiynaladi. Vijdon qiynalmaydi, endi ertaga yomon ko'rinib qolaman deb ketmaslikka harakat qiladi-da. Nima qiladi? Kechgacha vaqtim bor, endi bir nima qilishim kerak deydi. Ertalabdan keladi, kofe qo'yadi, boshqa qiladi, o'ziga oro beradi, xonama-xona yurib ozgina g'iybat qiladi va keyin peshinlardan keyin o'zining ishini boshlaydi. Sekin yoqar-yoqmas bir ozgina ishlaydi, to'xtatadi, dam oladi, uxlab oladi. Xullas, ishni unumi bo'lmaydi. Chunki u biladi, yarim kechgacha mana shu yerda o'tirishga majbur. Agar u men ishimni tez-tez qilib 18:00 gacha bitirmasam, qolib ketadi, men kech qolaman oilamdan, boshqamdan degan qanaqadir o'ylov bo'ladigan bo'lsa, u mas'uliyat bilan yana ham u ko'proq samara ko'rsatishga majbur bo'ladi-da. Lekin motivatsiya yo'q. Siz aytgandek, o'sha sabzini orqadan urish amaliyoti amalga oshirilyapti, mana deb ko'rsatilmayapti va natijada ruhan va jismonan charchagan xodimlar soni borgan sari ortib boryapti. O'zim endi avvalgi idoramiz xodimlar bilan umuman respublika miqyosida har qanaqa idora xodimlari bilan gaplashamiz-da. Aynan o'zimizning tizim demaylik, eski tizimimiz demaylik, har qanaqa davlat ishchisi bilan murojaat qiladi, boshqa qilib chiqadi-da. Hammasi aytadi, bezib ketdik to'g'risi deydi. Charchadim deydi, majburlikdan yuribman deydi. Ayniqsa organ sohasidagilar orusda yuribman deydi-da. Endi bizda sal jamiyatning yozilmagan qoidasi bor, ya'ni formani tashab ketsa qanaqadir odamlar uyat deb biladi. Aslida o'zi uyatlik joyi yo'q. Menga ma'qul kelmadim, bo'ldi, ketaver. Uni o'ziga ma'qul keladigan odamlar xizmat qilsin. Bu juda ham to'g'ri ish. Lekin afsuski odamlarimiz mana shu majburlikdan, ruhan ezilish ostida ishlayapti. Shuning uchun o'ylayman, ba'zi bir islohotlarda tormozlanish kuchli bo'lib qolyaptimi deyman-da. Yaxshi islohotlar, yaxshi tashabbuslar ko'tarilyapti-da, ijrosiga kelganda hammasi qotib qolyapti. Bu mana shunaqa charchagan xodimlarni mahsuli deb bilaman-da. Keyin mana hozir xodimlarni yaxshi ko'rish deb gapirib o'tdingiz. Umuman o'zi masalan bugun siz bilan kecha siz bilan do'st, oshno bo'lib turgan bitta xodim bor edi-da. Bugun u ko'tarildi rahbar lavozimiga va ertaga u sizni odam o'rnida ko'rmaydigan holatlar bo'ladi haqiqatda. Bilmadi, bu mentalitetdanmi yoki boshqaruv menejmenti bizda shunaqa shakllanganmi? Sen rahbar bo'lding, o'zingni qo'l ostingdagilar bilan sen do'st bo'lma, ularni odam o'rnida ko'rma degan qanaqadir bir mujda beriladimi ularga tushunmayman. Qanaqadir oyoqlar yerdan uzilib ketadi-da. Endi to'g'ri, haqiqatda o'zini bosib olgan rahbarlar bor, lekin aksariyat holatlarda ko'ramiz. Men o'zim hayotim davomida 80% holatda mana shunaqa kechagina oddiy biz bilan ishchi bo'lib yurganlarni shunday rahbar bo'lgani bilan sizni odam o'rnida ko'rmaydigan darajada ko'rdim-da men. Mayli, men tushunaman, subordinatsiya bo'lishi kerak. Lekin mana shu subordinatsiyani ham qanaqadir chegarasi bormi o'zi menejment bo'yicha? Chunki juda ham xodimni endi bunaqa yerga urib, hammasidan men haqman, men gapim gap, so'zim so'z deydigan darajada ham kamsitish qanchalik o'rinli? Subordinatsiya bo'lishi kerak, lekin u subordinatsiya mensimaslik bilan qo'pol munosabat bilan belgilanmaydi-ki o'zi. U diplomatik munosabatlarda faqat ko'rinadi va subordinatsiya nima uchun o'zi asosan bo'lishi kerak? Menejmentda rahbarlarda shovqin ko'payib ketmasligi uchun. Misol uchun rahbarlarda har bir rahbar o'zining xodimlari soni 10 tadan oshishi bilan o'zi vaqt taqsimlashga qiynalib qoladi. Shuning uchun ham bo'limlarga bo'linadi, shovqin ko'paymasligi uchun. Misol uchun qo'riqlash xodimi, uni rahbari deylik, o'zining yo'nalishi bo'yicha bo'lim rahbari
o'sha bo'lim rahbarining rahbari deylik tashkilotni bosh direktori va qo'riqlash xodimi to'g'ridan-to'g'ri bosh direktorga chiqa olmaydi. Nima uchun? Chunki bosh direktor o'sha nechta bo'lim bor? Misol uchun 10 ta bo'lim bo'lsa, o'sha 10 ta bo'lim rahbarlari bilan ishlaydi. Agar o'sha har bir xodim to'g'ridan-to'g'ri bosh direktorga chiqaversa, u bir kunda yuzlagan ma'lumotlarni qabul qilish kerak va u majbur bo'lib qoladiki, o'sha kecha soat 10, 11, 12 gacha qolib ketishga kerak bo'lsa, o'zini tizimni ishdan chiqarib qo'yishga majbur bo'lib qoladi. Shuning uchun subordinatsiya kerak o'zi aslida, munosabatlarning diplomatikligi va ish bir tekisda tez yurishi. Har bitta odam o'zini tegishli rahbariga chiqishi va eng muhimi bitta xodimga ikkita rahbar bo'lmasligi uchun subordinatsiya kerak. Misol uchun meni rahbarim deylik bo'lim boshlig'i. Bo'lim boshlig'ining rahbari bosh direktor. Men faqat bo'lim boshlig'ini rahbar deb bilaman va uni buyruqlari asosida ishlayman. To'g'ridan-to'g'ri men unga bo'ysunaman. Muammolarni unga aytaman. Va menga undan boshqa qaysidir rahbar kelib ish buyursa, men qilmayman. Asli menejment bizga shuni o'rgatgan va biz ham shu tizimni kompaniyalar o'rnatyapmiz. Shu orqali ish samaradorligini rivojlantiryapmiz. Ish samaradorligini oshiryapmiz. Siz aytgan holatlar ish samaradorligini faqatgina yomonlashishiga tushishiga olib keladi. Hech qanaqasiga bu foyda bermaydi. Aytayotgan holatlaringiz birortasi. Rahbarlarning soni ko'pligi bo'yicha yana bir o'sha mashhur latifa esimga tushib ketdi-da. Eshkakchilar o'rtasida musobaqa o'tkazilgan ekan. Oxirgi yakun bo'yicha yaponlar birinchilikni qo'lga kiritibdi. Eng oxiri bo'lsa biznikilar kelibdi. Keyin yaponlardan so'rabdi, "Sizlar qanday qilib yutib chiqdingizlar?" desa, "Bizda 9 ta eshkakchi bor edi, bitta boshliq bor edi" debdi. Sizlarda bo'lsa bitta boshliq, ikkita o'rinbosar, yana nechtadir o'rinbosari, uni yana o'rinbosari, yordamchisi, xullas eng oxirida bittagina eshkakchi bor ekan deb o'sha eshkakchini mag'lubiyatda aybdor deb topib ishdan bo'shatib o'rganishgan ekanda. Bilmadim, mana shu bizdagi boshqaruvdagi tashkiliy tuzilma haqiqatda ko'raman nihoyatda murakkab bo'lib ketadi-da ba'zi paytda. Boshliq, o'rinbosar, yordamchi, va hokazo. Hayron qoldim, ba'zi bir vazirliklarda birinchi o'rinbosar shtati ikkita ekan. Qanaqa bo'lishi mumkin, men aqlimga sig'dira olmayman. Birinchi o'rinbosar, u nomi bilan birinchi o'rinbosar. Birinchi o'rinbosar turibdi, yana bitta birinchi o'rinbosar. Qanaqasiga u vazirning ikkita birinchi o'rinbosari bo'lib qo'yish? Texnik xatolik emasmikan? Yo'q, bu haqiqatda formal shunaqa ekan. Men hayron qoldim. Rasmiy shunaqa birinchi o'rinbosar ikkita lavozim turibdi. Qanaqasiga bo'lishi mumkin deyman. Jinnixonada. Yaponlarning yana bir mashhurana gapi bor-ku. Yomon askar bo'lmaydi deydi ular. Ya'ni yomon general bo'lishi mumkin. Yomon sarkarda bo'lishi mumkin, lekin askari yomon bo'lmaydi. Chunki askar buyruqni bajaruvchi askarda ular. To'g'ri aytasiz. Buyruqni chiqaradigan, strategiyani belgilaydigan rahbar boshqa. Shuning uchun biz ham menejmentda shu narsani iborani ko'p ishlatamiz. Yomon xodim bo'lmaydi, yomon menejer bo'lishi mumkin. To'g'ri. Xodimni yomoni yo'q o'zi aslida. Hozirgi kunda deylik, biz aytayotgan salohiyatida muammolar bo'lgan, ishiga bo'lgan munosabati yaxshi bo'lmagan, ishini sevmaydigan, samaradorligi juda ham past, ishxonaga faqat zarar keltiradigan xodimlar ko'payishiga kim sababchi? O'z vaqtida o'z vazifasini to'g'ri bajara olmagan rahbarlar sababchi. Agar o'zi oldindan rahbarlar o'z vazifasini o'z vaqtida to'g'ri bajarganda edi, xodimlar hozirgi kunda bunaqa holatga emasdi. Umumiy qilib aytganda ish bozori bunaqa holatga emas. Hozirgi ish bozori qanaqa desangiz, Rusiy zabon tashkilotlarida ish samaradorligi yuqori. O'zbek zabon tashkilotlarida ish samaradorligi sezilarli darajada past. Va bugun qulog'imga chalindi. Bugun 4 soatlar oldin xo'p bir buxgalter bilan gaplashyaptim. Bizni bir HR rekruterimiz. Xo'p, o'zbek tashkilotiga taklif qilinyapti, lekin rus tilini bilish sharti bor. Shuning uchun rus tilida muloqot qiladigan buxgalter bilan gaplashyapti. Ona tili o'zbek, rezyumeda ko'rsatilgan, qanday ko'ray qanatdim. Chunki ovozini eshitib qoldim uni. Men o'zbek tilida gaplashishni xohlamayman va o'zbek tilida ish yuritiladigan tashkilotga bormayman deb ochiq-oydin nomzod aytayapti. Nimaga? Chunki o'zbek tilida ish yuritiladigan korxonada ishlab ko'rgandirki, o'z-o'zidan bunaqa emas. Biz ayblamaylikki, uni sirazi birdaniga uni katta xillikda, o'zbeklarni mensimaslikda, O'zbekistonda yashayapsan, sen buni toshbo'ron qilishdan oldin bunday o'ylab ko'radi. Nima uchun unaqa deyotganiga bitta qarab ko'rsak, chunki rostdan ham o'zbek zabon, o'zbek tilida ish yuritiladigan tashkilotlarda juda ko'p
Mana biz 90% dan ziyod o'zbek tilida ish yuritadigan tashkilotlar bilan ishlaymiz. Bu yerdagi holatlarni ko'rib turibmiz. Ko'rib turibmizki, rostdan ham o'rtada farq bor. Rusiy zabon tashkilotlarida ishlab yurgan xodimni bu yerda ishlagiz kelmayotganligi tabiiy holat. Chunki aksariyat xodimlarda ishga bo'lgan munosabat noto'g'ri. Birinchi sabablardan nimaga desangiz, kamroq mehnat qilayotgan xodim o'zini puxta deb o'ylaydi. Siz aytdingizki, keladi, kofe damlaydi, g'iybatlashadi, keyin obeddan keyin bemalol ishlashni boshlaydi, to'g'rimi? Ana o'sha xodim chunki o'zini puxtaroq deb o'ylaydi. Nimaga? Chunki dam olaman deydi-da. Baribir kech-kecha qolyapmanmi? Ha? Men dam olishim kerak. To'g'risi. Ish vaqtida ozgina bir kino ko'rsa, to'g'rimi? Bir dam olib, bir bemalol kofeni ichib, endi kofe ichish yomon emas, to'g'ri, lekin soatlagan suhbat, bir 15 marta sigaret chekkani chiqish, menga o'xshagan holatlardagi xodimlar o'zini puxta deb o'ylaydi. Va kimdir o'sha ish vaqti boshlangandan to tugagungacha terlab, mehnat qilib, borini berib ishlasa, kompaniyaning rivoji uchun, tashkilotning rivoji uchun, u xodim qolganlarni ko'z oldida nimadir kam bir g'alati bo'lib ko'rinadi. U loh bo'lib ko'rinadi. Va uni xodimni o'zi ham o'zini loh deb his qildirishga majburlab qo'yishadi ba'zida. Endi qarang. Shunaqa holat bo'lgandan keyin albatta ish samaradorligi tushdi, munosabat yo'qoldi, ishga bo'lgan munosabat abjag'i chiqib ketdi. Ana undan keyin rahbariyat ham boshlaydi yana sovutishni, komandani yaxshi ko'rmayapti. Hammasi bu yerda faktor bitta emas. Rusiy zabon tashkilotlari bilan biz ishlab ko'rganmiz, ishlayapmiz ham. Qanaqa? Siz boya aytib o'tgandek, subordinatsiya yo'lga qo'yilgan. Xodimlar o'z vazifasini o'zi bajaradi faqat va o'sha vazifaga o'sha ish qilib yurgan odam o'zi olib kelinadi. Kimdir qo'shnisi, jiyani, xolavachchasi, amakivachchasi emas. Nimagadir shu Rusiy zabon tashkilotlarida men moliya bo'limini berishim uchun pulli ishonishim kerak-da demaydi. Shu sohaning mutaxassisimi deydi. Pulli ishonmasligini yuridik tomondan hal qilib qo'yadi. Biz ishlayotgan ko'p tashkilotlarda men moliya bo'limini berishim uchun pulli ishonishim kerak, pul hammaga ham ishona olmayman deydi. Moliyani M harfini bilmaydigan odamni olib kelib qo'yadi, tanishini, jiyanimi kimdir. Vaholanki begonadan battar talaydi o'sha. Begonani olib kelganda o'shanchalik talamasdi-da. Buni holatlar bitta ikkita bo'lganda gapirib o'tirmasdim, ko'p holatlar. Haqiqatda to'g'ri aytdingiz. Mana bu o'zini puxta deb ataydiganlar, ya'ni bizni jaydari tilimizda, iste'moldagi tilimizda, ya'ni o'zini shustri deb atagan xodimlar bor. Va bular qanaqadir bu narsani avtoritet deb biladi-da. Mana shunaqa shustrilikni, ishdan qochishni va eng yomon tarafi ishxonada e'zozlanadi mana shunaqa ishdan qochib yuradigan, sachkavat qilib yuradigan, mana shunaqalar e'zozlanadi-da. Va mana bu ishxonani ishini tortadigan asosiy lokomotivlarni ularni qanaqadir bir ustidan kulishadi, o'zi aytganda haqiqatda vatan deyishadi, vatanparvar deyishadi, qanaqadir bir istehzoli tarzda-da. Bu juda yomon natija. Avvalosi ishga muhabbati bor insonga nisbatan bunaqa jamoani yomon munosabati o'z-o'zidan ishchanlik muhitini ham dabdalasini chiqaraveradi. Juda to'g'ri masalani aytdingiz. O'zi bizda mana shu shustrlik degan narsani to'g'ri ma'noda talqin qilishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni kim shustri kim? Yog'dan bor qilgan xodim shustri bo'lishi kerak. Chetda sachkavatni yo'qib olib, jinnini yo'qib olib yuradigan, ishdan qochadigan, tepsa tebranmas, tambal, ish yo'qmas, dangasalar emas, bir joyni uzib keladiganlarni shustri deyishimiz kerak-da. Lekin shu bundachi, mo'minaka qarang, hype'ga, pontga nisbatan munosabat bor-da, ya'ni o'sha shustrilik hype'ga kirib qolgan, qanaqadir boya aytganingizdek boshqa chiroyli kiyimlarni kiyib, kamroq ishlab yurish, qo'pol qilib aytganda darmedroq bo'lib yurish hype'ga kirib qolgan. Lekin o'zi aslida siz aytgandek yo'qdan bor qiladigan, mehnat qiladigan, o'qiydigan, o'z-o'zini ustida ishlaydigan, oilasini hurmat qiladigan, ishini hurmat qiladigan, rahbarlarni o'z o'rnida hurmat qiladigan, subordinatsiyani to'g'ri saqlaydigan, o'zini rahbardan o'tib ketib, undan bitta keyingi, bitta yuqori rahbarlarga chiqib ketavermaydigan, o'zini ishini ko'rsatish uchun. Mana bunaqa toifalardagi mana bunaqa munosabat o'zi aslida havasga aylanishi kerak. Qo'pol qilib aytganda, bir ishni ham qoyillatmasdan turib, kimnidir puliga yaxshi mashina bilan yaxshi kiyim kiyib yurish havasga emas, o'zi asli havas insonning o'ziga nisbatan bo'lishi kerak-da. Hozir havas deganda bu so'zni o'zi insonning o'ziga emas, insonning narsasiga qaratib aytilyapti-da. Ya'ni nimaga havas qilasan desa, men ham uyim bo'lishiga mashina.
Nimaga havas qilasan deganda, men bu narsalarni bilishga, men bu ishlarni qilishga havas qilaman va shunga harakat qilaman degan so'zni men eshitmaganimga necha yillar bo'ldi-da. O'zimiz shunga o'zimizni majburlayapmiz, lekin atrof to'la insonni o'ziga emas narsasiga havas. Ishxonalarda ham shunaqa. Rahbarlarni qarashda ham shunaqa. Ba'zi bir rahbarlarni qarashda ham deylik xodimlarni o'zi emas, narsasi qiziq bo'layotgan holatlar ham bundan mustasno emas. Og'riqli masalani aytib o'tdingiz hozir to'g'ridan to'g'ri. O'zi bu boshqa podkast uchun bir mavzu tanlab qo'yganmiz aynan shu masalada, ya'ni kim moddiyat bizga muvaffaqiyat belgisi deb qaraladigan bo'lib qoldi-da. Ya'ni falonchida nimadir bor, demak u qandaydir bir muvaffaqiyatga erishgan shaxs. Vaholanki sen mayli qimmatli buyumlaringdan tashqari bu jamiyat uchun, bu vatan uchun nima bera oldingki, sen muvaffaqiyatli bo'lishing uchun. Eng yomoni, men bu narsani nihoyatda bir dahshatli belgi ekanligini qachon bildim? Mana hozir kunda vaynerlar bor. Isqirtliklarni qilib chiqadigan vaynerlar bor. Fohisha vaynerlar bor. Buzuq vaynerlar bor. Mana shular qimmatbaho mashinalarni boshqasini olib chiqib ommaga ko'rsatyapti. Mana men muvaffaqiyatliman. Yana eng dahshatini nima bilyapsizmi? Men bir paytlar qiynalib yurgan edim. Mana men endi qimmatli mashina oldim. Bu dahshat, tasavvur qilyapsizmi? Qanaqadir isqirtlik qilib mashina olyapti-da, uni ommaga olib chiqadi va meni muvaffaqiyatimmi deyapti. Bu jamiyatning inqirozi. Unga odamlar havas qilyapti. Unga odamlar havas qilyapti. Mana shu dahshatlisi. Mana shu narsani biz ta'kidlab kelyapmiz, ijtimoiy tarmoqda gapiryapman. Ba'zi bir qovoq miyalar nima deydi? Ha, uni ko'ra olmayapsan deydi. Oy, nimasini ko'ra olmayman? Baraka topkur, meni yuragim og'riyapti. Jamiyat qanaqa darajaga ketyapti? Biz kimga qarab ergashyapmiz? Shu uchun har xil bo'ldi, mashina oldi degani u muvaffaqiyatli degani emas. U nima berdi bu vatanga? Bu jamiyatga nima berdi? Ular bir isqirtliklarni beryapti. Ularni har bitta olgan narsasini men bu jamiyatni inqirozi deb bilaman. Har bitta qo'ldagi moddiyatini bir jamiyatni bir parokandaligi deb bilaman-da, chunki jamiyat shularni qo'llayaptiki, shular moddiy tomondan ahvolni o'nglab olyapti. Bu juda yomon tendensiya. Endi mayli buni chuqurlashmaymiz, bu boshqa masala. Og'riq kattaligi uchun hozir chuqurlashib ketdik-da. Lekin afsuski bu og'riq o'zini har joyda ko'rsatyapti-da. Qarang, hozir biz kadrlar masalalaridan shuni topdikmi, har joyda o'zini ko'rsatyapti. Endi oilalardagi tasavvur qilish ham qiyin. Endi mana o'zi rahbarlar haqida gap ketgandan keyin bevosita bir narsaga oydinlik kiritib olaylik-da. Inson zoti borki, rahbarlikka, insonlarni boshqarishga, hokimiyatga talab qilib yashaydi. Inson fitratida shu narsa bor deb o'ylayman-da, chunki odam ato ham xalifa deyiladi-ku, ya'ni Allohning yerdagi o'sha sun bosari deyiladi-ku, ya'ni kim qaysidir ma'noda bir rahbarlikni inson fitratida bor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qo'lga kiritish. O'zi umuman har qanday inson rahbar bo'la oladimi? Yoki u uchun maxsus qanaqadir bir xarakter va fe'l atvorli bo'lish kerakmi yoki rahbar bo'lish uchun tayyorlaniladimi? Xo'p, har bir inson rahbar bo'lishni xohlaydi, lekin hamma ham bo'la oladimi? Hamma ham bo'la olmaydi. Bu gapim hammaga har xil eshitilishi mumkin, kimdirga yoqmasligi mumkin. Kim bo'la olsa, tayyorlangan odam, o'zini o'zgartira oladigan odam, o'zini boshqara oladigan odam rahbar bo'la oladi. Afsuski hamma ham o'zini boshqara olmaydi. Misol uchun o'zini hissiyotlarini boshqara olgan odam keyin boshqalarni boshqarishi mumkin-da. O'zini boshqara olgan odamni jahlini hech narsa chiqara olmaydi. Telefonni kiyib bo'lib tashing, haqorat qilib eshitishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin, xodimlar orasida konfliktlar chiqishi mumkin, tashkilotda nimadir force major holatlar bo'lishi mumkin, xalq bilan munosabatda nimadir muammolar bo'lishi mumkin, davlat tashkilotlarida, xususiy tashkilotlarda biznes bankrotga qarab ketayotgan bo'lishi mumkin. O'zini hissiyotlarini boshqara olgan odam jahli hech narsa chiqara olmaydi. Nimaga aytsangiz, sizni jahlingizni chiqara olgan narsa yoki shaxs sizni boshqara oladi. Shuning uchun ham haqiqiy rahbarlik xislati birinchi bo'lib o'zini hissiyotlarini boshqara olish. Va bu qatorda yana bir nechta o'zini deylik ko'nikmalari borki, u ko'nikmalarni o'zida shakllantira olgan odam rahbar bo'la oladi. O'sha odam rahbarlikka loyiq ko'rilishi kerak. Lekin afsuski, hozirgi kunda birorta ko'nikmaga ham qarab o'tirilgani, boya aytganimdek, nimasidir bor, nimasi yo'q degan moddiyatga bog'langan holatlar bor. Lekin biz xodim topayotganda shu ko'nikmalarga qaraymiz, shularni tekshiramiz. Bu ko'nikmalarga yana nima kiradi? Qat'iyat bilan tizimlashtira olish, o'zini xarizmasi va atidan jahlni chiqaramiz biz suhbatda.
Atidan jahlni chiqaradi. Men suhbat boshlangandan keyin assalomu alaykum deymiz-da, tashab chiqib ketib kofe tayyorlab kelamiz. Oyoq chalkashtirib o'tirib anaqasidan savollar beramiz. Atidan jahlni chiqarishga harakat qilamiz-da. Bu chunki mas'uliyatimiz o'sha tashkilotga yaxshi xodim berish. Deylik, o'z o'rnini birlashtira olish, jamoani yaxshi ko'ra olish, yomon ko'rgan narsasini yaxshi ko'ra oladigan, yaxshi ko'rgan narsasini yomon ko'ra oladigan odamlar bo'ladi rahbarlar. Misol uchun yomon ko'rgan xodim bilib turibdi nimadir yomonlik kelyapti shuni ortidan, lekin shuni hozir yaxshi ko'rayotgandek ko'rsatib turib kalavani uchiga borish kerak o'z aslida. Bu hissiyotni oshkor qilmaslik kerak. O'sha xodim bilan birga o'tirib choy icha olish kerak, yaxshi ko'ra olish kerak. Qaysidir xodimni yomon ko'ryapti o'z aslida, nimadir yoqmaydigan ish qilib qo'ydi, lekin o'sha xodimni rag'batlantirish kerak. O'shanda u natija qila oladi. O'shanaqa holatda yomon ko'rsa ham u bilan yaxshi munosabatda bo'lib, qadrlab, motivatsiya berish kerak. Tizim qilayotganda o'zini yaxshi ko'rgan xodimlarni jazolay olish kerak. O'zini qarindoshi bo'lishi mumkin, yaxshi ko'rgan xodimi bo'lishi mumkin, ishdan hayda olish kerak. Ertaga 100 ta odamni ishdan haydamaslik uchun bugun kerak bo'lsa 2 ta eng yaqin xodimni ishdan haydash kerak bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda sovuqqon tura olish kerak. Bunga bir 10 ga yaqin ko'nikmalari bor rahbarlarda. Bu ko'nikmalarni o'zida shakllantira olib, o'zini o'zgartira olgan odam rahbar bo'la oladi. Demak, rahbarlikning asosiy qoidasi u shaxsiy xususiyatlardan ko'ra ko'proq ko'nikma hosil qilish kerak. Ko'nikma hosil qilish. Endi shaxsiy xususiyatlar ham faktorlardan biri, genga bog'liq deyishadi. Shaxsiy xususiyatlar, tug'ma, o'zi aslida o'zini o'zgartira olgan odam eng kuchli odamdir. Shunaqa. Eng kuchli odam. U odamdan qo'rqish kerak. Shuning uchun o'zini o'zgartira olgan odam kimdir genda bo'lishi mumkin, lekin bu o'zini o'zgartirdi-da. Shuning uchun kuchliroq hisoblanadi. Mana shu narsaga ham bir tarafdan sal g'alati qarayman-da, palonchini geni bor. Uni ota-bobosi kattakon o'tgan, boshqa o'tgan deydi. Men masalan, ota-onang seni kim bo'lmagani ahamiyatsiz deyman-da. Sen qandayki oiladan chiqma, o'zingni o'zing kerak bo'lsa dunyo darajasidagi bir lider qatoriga kiradigan qilib tarbiyalashing mumkin deyman-da. Deylik, ota-onasi bir eng quyi qatlamda bo'lsa ham odamni o'zini qo'lida haqiqatda. Eng kuchli ko'nikma o'zi men o'zimda shu paytgacha, umrim davomida shu paytgacha men o'zim bilgan birinchi raqamli eng kuchli ko'nikma bu odam o'zini o'zgartira olish. Eng qiyin, eng kuchli, eng kerakli, eng manfaatli ko'nikma odam o'zini yaxshi tomonga o'zgartira olish. Agar har kuni ozgina o'zgartirsak, 1 yildan keyin o'zi tanib bo'lmaydi. Shunaqa. Mana bir ba'zida o'ylab qolaman-da, hozirgi rahbarlarni ko'raman. Rahbarlikka qanchalik biror layoqatli deyman, o'tirgan joyiga qanchalik munosib deb o'ylab qolaman-da. Ba'zida shunaqa bir xayol keladi. Ya'ni O'zbekistondagi hamma rahbarlarning yoppasiga bir menejmentlik kurslarni ochish kerak-da, qanaqadir korrupsiyadan xoli, shaffof holatda qanaqadir bir menejmentlik kurslarni tashkil qilib, mana shulardan o'tganlarnigina rahbarlikka qoldirish kerak deb o'ylayman-da. O'tilmaganlarni rahbarlikdan olib tashlash kerak. Nima deb o'ylaysiz mana shunaqa kurslar joriy qilinsa? O'zi juda zo'r taktikani aytingiz hozir. Ko'p rivojlangan mamlakatlarda shunga o'xshash, ayni taktikani eshitmaganman, bunga o'xshash taktikalar qilingan. Ba'zi anaqada eshitganman, даже barcha rahbarlar yoppasiga ishdan olib tashlanib, yangi tayinlanganini ham eshitganman. Juda katta o'zgarishlarga sabab bo'lgan, katta reforma, katta o'zgarish, katta og'riq va bir muddatdan keyin juda katta rivojlanishga olib kelgan. Haqiqatda bir shunaqa kurslarni tashkillashtirganimiz ma'qul, chunki hayron qolaman, qanaqasiga u rahbar bo'lib o'tiribdi ana o'sha joyda deb. Shu xayol ichmani tinchlik bermaydi-da. Va odamlarimizda bejiz masalan tanish bilish va hokazo degan qanaqadir qarashlarni ham kelib chiqishi bejiz emas-da. Qanaqadir bir sabab borki, o'sha bilan keladi. Demak, odamlar ko'ryapti o'sha narsani, u o'sha joyga munosib emas, lekin tanish bilish bilan kelib qolyapti. Mayli, men davlat idorasida o'zim ko'rganman, haqiqatda o'zini kuchi bilan ko'tarilib kelganlar bor, lekin baribir nepotizm degan illatni taktugi bilan quritmas ekanmiz, boshimizga balo bo'ladi-da. Keyin mana hozir gap ochildi, so'rab olay. Siz endi kadrlarni boshqa tanlab berasiz, inson resurslarini. Umuman O'zbekistonda idoralarda ishlash uchun tanish bilish ustuvorlik qiladimi yoki ya'ni o'sha sohaga bo'lgan ko'nik va bilimlar ustuvorlik qiladimi sizningcha? Qarang, dunyo bo'yicha yopiladigan vakansiyalarni 70-80% networking orqali yopiladi. Networking degani tanish bilish orqali yopiladi. Lekin tanish bilish degan so'zni qarangda bizdagi o'rnini.
tanish bilish nima degani o'zi? Ya'ni networking, ya'ni tanish nima degani o'zi? Tanish nimaki? Buni bitta qoidasi bor. Men sizni tanidim. Bu qachon menga foydali bo'ladi? Qachon men sizga kerakli inson bo'lsam. Dunyoda juda ko'p vakansiyalar tanish ortidan yopilishi, o'sha o'ringa mos odamni kimdir taniydi va tavsiya qiladi. U jiyanimi, qo'shnisimi, begonami farqi yo'q. Taniydi va tavsiya qiladi, bo'ldi. Muhimi o'sha o'ringa mosligi bo'ladi. Bu yerda birinchi kriteriya tanishlik emasda. Birinchi kriteriya o'sha inson mana shu o'ringa mosmi? Birinchi kriteriyaning javobi ha bo'lgandan keyin tanishni tavsiya qiladi. Bizdagi kriteriya o'zgarib qolganda, birinchi kriteriya yaqinmi? Qarindoshmi, tanishmi degan narsa. Shu kriteriyaning o'rni birinchi o'rinda mosmi degan kriteriya qo'ysak, juda go'zal narsalar sodir bo'ladi. Mosmi? Ha, mos bo'lsa, keyin qolgan narsalar bo'lsa, o'z aslida bo'ladi. Bu yomon narsa emas demoqchiman-da. O'z aslida dunyoda ham ko'p bo'lib turadigan holatlar. Shu tanish bilishni to'g'ri ishlatishni o'rganish kerak. Tanish bilishga faqatgina loyiq odamlargina foydalana olish kerak. Bu tanish bilishchilikning yomon tarafi yo'q, faqat buni yaxshi maqsadlarda foydalanish kerak demoqchisiz-da. Tanish bilishning o'z aslida yomon tomoni yo'q, buni mezoni o'zgarishi kerak. Mezon, birinchi o'rindagi mezon mos keladimi degan savol. U mos kelmaydigan bo'lsa, qolgan mezonlar ikkinchi darajalikda. Bizning maqsadimiz kimdir ish bilan ta'minlashmi yoki bo'lmasam jamiyatimizga, millatimizga, davlatimizga xizmat qilishmi? Keyin mana ko'p davlat xodimlari moliyaviy mustaqillikka erishishga harakat qiladi-da. O'zi umuman moliyaviy mustaqillikka erishish uchun bitta kasbni o'zida egallagan ma'qulmi? Bitta kasbni o'zi bilan moliyaviy mustaqillikka erishib bo'ladimi? Lekin hozir endi ochiqni aytish kerak, aksariyat idoralarda oylikka yashaydigan odam moliyaviy mustaqillikka erisha olmaydi-da. Mana shunaqa holatda nima qilish kerak sizningcha? Shunaqa sohalar bor-da, ta'lim sohasi va meditsina sohasi. Hozirgi kunda deylik, boshqaruv, davlat boshqaruvida ham ishlaydigan odam zotan boy odamlar bo'lishi kerak deb o'ylayman men. Nimaga desangiz, chunki ularda korrupsiya qilish imkoniyati paydo bo'lib qoladi, korrupsiyaga qo'l urish imkoniyati paydo bo'lib qoladi. Ta'lim va meditsina sohasida bu narsa o'ldiradi shu sohalarni. Davlat boshqaruvida bu xalq bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash, bu sohalarda ham o'zi zotan boy odamlar ishlash kerak deb o'ylayman. Yani oylikka qaramaydigan. Chunki Imom Buxoriy hazratlarini ham o'zi asli merosxo'r boy bo'lganlar va dunyoviy tashvishlar ularni umuman qiynamagan deb eshitganmiz. O'shaning uchun ham ular doim shu ilm bilan band bo'lgan. Hozir mana shu sohalarda ishlaydigan odam o'ylaymanki, moddiy tomonga ozgina bo'lsa ham o'ylasa, qayg'ursa, bu tomonlarni fikrlasa, o'ylaymanki, bu ijobiy yechimga olib keladi deb o'ylamayman. Lekin istisno holatlar bor. O'zi aslida mana bir kasbda ishlab ham, umumiy kasb qilib desangiz, bir kasbda ishlab ham moliyaviy erkinlikka chiqsa bo'ladimi deb so'rasangiz, moliyaviy erkinlikka chiqish yoki chiqmaslik uchun men o'ylaymanki, kasbning aloqasi yo'q. Chunki tadbirkorlik qilib yurganlar ham 1-2 bo'lmasdan doimiy ravishda qarzda yurganlar bor, yillab 10-20 yil umri shunaqa o'tib ketganlar ham bor, yo'q emas. Tadbirkorlik qilib millioner bo'lib ketganlar ham bor, ya'ni bir nechta loyihalarga asos solib katta kompaniyalar tashkil qilib xalqqa xizmat qilib yurganlar ham bor. Bir kasbni ishlab bir umr bir lavozimda bir avtobusda ishga borib kelganlar ham yo'q emas. Va o'sha bir kasbda ishlab, karyera qilib, o'sib, rivojlanib, deylik yuqori lavozimlarga, yuqori martabalarga erishib, deylik moliyaviy davlat tashkilotlarida, Markaziy bankda, yana bir nechta katta tashkilotlarda ishlaydigan tanishlarimiz bor. Yaxshi oylik olishadi rostdan ham va yaxshi moliyaviy erkinlikka erishgan. Endi bu qanchalik barcha tashkilotlarda bor bilmayman. Lekin bir kasbda ishlab ham yaxshi daromad qilib, yaxshi oylik olib, moliyaviy erkinlikka chiqqanlar bor. Ikkala holatda ham demak chiqqanlar ham bor, moliyaviy erkinlikka chiqmaganlar ham bor. Ya'ni bu rizq masalasida o'z-o'zidan. Bu masalaga umuman qayg'urish va bu masalada ortiqcha jon kuydirish kerak emas deb o'ylayman, chunki bu aniq belgilangan va rizq masalasida o'ta xotirjam bo'lib, inson o'zi zo'r natija qiladigan, o'zi zo'r o'ziga, oilasiga, yaqinlariga va jamiyatga manfaat keltira oladigan ishda ishlash kerak deb o'ylayman. Rizq masalasi faqat o'zidan va belgilangan miqdorda har bir insonga beriladi. Katta miqdorda deylik pora olib, o'shani 1% ni ham ishlata olmasdan qamoqda o'tirganlar ham yo'q emas.
umuman deylik pora olmasdan halol mehnat qilib, biznes qilib ham katta pullarni ishlatib yurganlar bor. Ya'ni yo'qmasa, bermasa, rizqi bo'lmasa, bir tomchi suvni ham yutolmaydi baribir. Shuning uchun moliyaviy erkinlikni bunga bog'lamagan bo'lardim kasbga. Endi men bu savolni nima uchun berdim? Doim bir savol qiynaydi. Mana bizda davlat ishchilarini qonun bilan qo'shimcha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish mumkin emas-da. Men o'sha paytda qonun loyihasini muhokamasi bo'layotgan paytda ham korrupsiyaga qarshi kurash agentligi xodimlariga savol qilib berganman. Nima uchun xodimlarga tadbirkorlik mumkin emas? Qaytanga u xodim qanaqadir bir qo'shimcha kelib turadigan joyi bo'lsa, eng asosiysi manfaatlar to'qnashuvi degan narsa bor-da. Xodimni ish faoliyati bilan manfaatlar to'qnashuvi o'zaro kechishmasa, bo'ldi, u tirikchiligini qilaversin. Nima uchun men buni yaxshi deb bilaman? Xodimlarni qo'shimcha qanaqadir kelib turadigan joyi. Birinchidan, bu noqonuniy buyruqlarni bajarmaydi bunaqa xodim. U biladi, kerak bo'lsa ishini ham tashab ketadigan holatda bo'ladi. Ishini tashab ketishga duxi bor xodimni, qo'rqmaydigan xodimni hech qanaqa qilib o'sha noqonuniy topshiriqni qildirib bo'lmaydi. U xolasa surberdan deydi-yu, rahbariga, basharasiga o'sha arizasini tashab ketadigan holatda bo'ladi. Ikkinchidan, korrupsiya qilish ehtimoli nihoyatda past bo'ladi. O'zim ham oddiygina men masalan ishlab yurgan paytimda ijodiy faoliyatimdan qo'shimcha daromadim bor edi. Ijodiy faoliyatim bo'yicha-da meniki. O'sha uchun menga masalan qiziq emas edi. Postda o'tirgan paytim menga kimdir 3-4 so'm berish qiziq bo'lmagan menga. Chunki ana yoqda oladigan pulim menga bu yoqda topadigan ijodiy faoliyatimdan topadigan pulning oldida bu pista po'choqdek gap edi, qo'pol qilib aytganda. Men demoqchi bo'lganim bu maqtash uchun emas. Oddiy o'zimni keysimda men uchun pora qiziq bo'lmagan, menga tinchgina o'sha ishga borib, ishimni halol, pok xizmat qilib kelishi menga qiziq bo'lgan. O'sha menga muhimroq bo'lgan. Boshqalarga o'xshab, masalan, men 3-4 so'm olishga qiziqishim bo'lmagan. Har kuni smenga kelib olib, bugun nechta puldan tushar ekan, kimni tunasam ekan degan xayol o'tmaganda, chunki men bilaman, kunlik menda pul bor, meni g'am tashishim yo'q. Bo'ldi, men ishimni to'g'ri qilsam, oyligimni olaman va yana qo'shimcha daromadlarim. Shu bilan zo'r yashayman. Boshqa meni qiynaydigan masala yo'q-da va bu o'z-o'zidan rahbarlarni, xodimlarni noqonuniy ekspluatatsiya qilishi deyman. Mana shunaqa narsani oldin olinardi va qaysidir ma'noda shu korrupsiyani ham oldini olishga xizmat qiladi deb o'ylayman-da. O'sha uchun sizdan ham bir fikringizni bilmoqchi edim. O'sha korrupsiyaga qarshi kurash agentligi xodimlariga berganman. Ular endi bu xodimlarga to'g'ri kelmaydi, u bu aytayapman. Yaxshi, manfaatda to'qnashmayapti, ishni ham eplayapti, ko'chadagi ishini ham eplayapti. Nima muammo deyapman. Javob bera olmayapti. To'g'ri kelmaydi-da deb qo'yapti. Lekin bitta narsani to'g'ri kelmayapti deyishdan oldin asoslab argumentlar bilan keltirib berish kerak-da. Tayinli argument yo'q lekin. Chunki rostdan ham eplaydigan bo'lsa, bu boshqa bir muammosi yo'q-da o'zi aslida. Va siz boya aytgandek xodimlar bor, to'g'rimi? Ya'ni ertalab ishga kelganda bugun nechta pul fora olar ekanman degan xayolda keladigan xodimlar rostdan ham bor bo'lgan. Chunki boshqa qo'shimcha topadigan joyi yo'q-da uni. Oylik yetmayapti. Nimadir qilish kerak endi u. Endi lekin mo'minaki bitta tomoni ham bor-da. Tangani ikkinchi tomonidan qarasak, men o'zim tadbirkorman va tadbirkorlikdagi muammolarni bilaman. Manfaatlar to'qnashuvi birinchi aytib o'tdingiz, u masala bor. Manfaatlar to'qnashuvi, ya'ni manfaatlar to'qnashmaydigan yo'nalishda tadbirkorlik qilish deyapsiz-ku. Afsuski bizda manfaatlar to'qnashuvi juda keng-da, juda ham keng. Ya'ni manfaatlar to'qnashmaydigan tadbirkorlik turi o'zi kam. Birinchi masala. Ikkinchi masala, tadbirkorlik ham shunaqa narsaki, tadbirkorlik bu katta mas'uliyat olish. Har bir tadbirkorlikni boquvchisi bu mijozlar. Ya'ni har qanaqa kompaniyani boquvchisi o'sha kompaniyaga kim pul to'lasa, o'sha pul to'laydigan mijozlarda. Va birinchi o'rinda mijozlar oldidagi katta mas'uliyat. Ya'ni mijozlar pul to'laydigan mahsulotni unga berish kerak, sifatli qilib bera olish kerak. Ikkinchi katta mas'uliyati bu xodimlar oldida. Necha nafar xodimni oyligini o'z vaqtida berish, ularni demak ta'minlab qo'yish, kerakli resurs bilan ta'minlash, o'z vaqtidagi oyliklar bilan, kerakli instrumentlar bilan ta'minlab qo'yish bu mas'uliyat, juda ham katta mas'uliyat. Va bu mas'uliyat bir tomonda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonda
millatimiz, xalqimiz oldidagi, davlatimiz oldidagi burch. U ham juda ham katta mas'uliyat va bu ikki mas'uliyat og'irlik qilmasligi uchun degan qarashlar ham bo'lishi mumkindir balki. Chunki bir joyga xodim bo'lib kirsa, bu belgilangan chegarasi borda 1,5 stavkadan ortiq ishlash mumkin emas. To'g'rimi? Lekin tadbirkorlikda chegara yo'qda. 1 stavka, yarim stavka deb o'lchab bo'lmaydi-ki zotan. Uni chunki yarim stavka ishga kirsa ham bu tadbirkordagi yukni o'lchash qiyin-da. Balki shunga o'xshagan faktorlar bo'lishi mumkin deb yaxshi gumonda bo'layapman hozir. Lekin eplolsa agar boshqa masala yo'qdir balki. Men o'zim endi boshimdan o'tkazib tadbirkor bo'lib ko'rganim uchun aytayapman. Shaxsan menga hozir biror joyga ishga kirib 1 stavka tugul yarim stavka ham ish faoliyatini olib borishim qiyin, chunki o'zimizda katta bir mas'uliyat bor. Mijozlarning oldida, jamoani oldida katta bir mas'uliyatni bo'yinga olgandan keyin buni o'zi kerak bo'lsa 1 stavka, 1,5 stavka emas, 2 stavkadan ortiq ish misolida-da. Buni ham odam ko'tara olishi kerak. Kadrlar masalasi bo'yicha o'zi kadrlarni bir ishxonada ishlashiga kuch beradigan jarayon deymizmi, jihatmi, urg'u aynan nimada? Puldami yoki qadrlanish hissidami? Aynan nima sabab ishchilar kuch oladi va davlat idoralari aynan nimaga urg'u berish kerak sizningcha? Bugungi kunda xususiy tashkilotlarda eng deylik og'riqli narsa bu ishdan bo'shash ko'rsatkichining juda ham yuqoriligi. Davlat tashkilotlarida bo'lsa, ishdan bo'shash ko'rsatkichi yuqoriligida emasda, eng katta muammo ish samaradorligining tushib ketganligi. Bunga nima sabab deydigan bo'lsangiz, bunga bir moddiy sabab bo'lishi qiyin. Chunki bizdagi xodimlar ko'pchilik ishga kirayotganda eng asosiy faktorlardan biri moddiy faktor bo'ladi. Lekin ishlash jarayonida xodimni aslida ishdan bezdirib oladigan narsa bu moddiy deylik rag'batlantirish emasda. Ya'ni moddiy oladigan oyliklari, bir oylik deylik xarajatlariga, ba'zi xarajatlardan o'ziga yetarli bo'lib turgan holatda ham agar u hurmat qilinsa, unga yetarli deylik energiya berilsa, ko'rsatilsa, oldindagi qadamlar, perspektiva deymiz-ku, anaqa erishishi mumkin bo'lgan marralar ochib berilsa unga. Mana siz hozir mana shu lavozimga ishga kirdingiz. Mana hozir yetakchi mutaxassis bo'lib ishga kirdingiz. Siz bir muddat ishlaganingizdan keyin siz bosh mutaxassis lavozimiga ko'tarilishingiz mumkin. Bosh mutaxassis lavozimiga ko'tarilishingiz uchun albatta u odam ishdan bo'shashi kerak emas. Bizda mana shu imkoniyatlar bor. Va bundan keyin biz mana bu loyihani qilmoqchimiz. Siz o'zingizni eng yaxshi ko'rsatsangiz, biz mana shu deylik 5 talik jamoani orasidan o'sha loyihaga rahbar olamiz. Mana faloncha paytda degan aniq bir bosqichlar ko'rsatilsa va xodimga minimal oylik berilsa ham u xodim ishtiyoq bilan ishlashda davom etadi. Lekin unga katta oylik berilsa, hurmat qilinmasa, deylik ma'naviy tomonlama u ezilsa deylik, mana ish vaqtida muammolar bo'lsa, u xodim ishdan beziydi va borgisi kelmaydi. Ishxonaga umuman borgisi kelmay qoladi. Va shuni natijasida ko'pchilik xususiy tashkilotlarda bemalol ishdan bo'shab ketadi. Afsuski davlat tashkilotlarida xuddi ishdan bo'shasa bir nima bo'lib qoladigandek yuraveradi. Bunga ba'zi bir qo'rquvlar sabab bo'lishi mumkin. Chiqsam nima ish qilaman deyish mumkin, chiqsam meni kim ishga oladi deyish mumkin. Tadbirkorlik qilishdan qo'rquv bo'lishi mumkin. Bir nechta qo'rquvlar bo'lishi mumkinki, sudralib yuraveradi va natijada o'ziga ham foyda keltirmaydi, oilasiga ham foyda keltirmaydi. Va unaqa kayfiyatda, unaqa ruhiyat bilan jamiyatga ham, davlatga ham bir foyda keltirishiga men ishonmayman. Lekin hozir davlat idoralarida ham bo'shash tendensiyasi kuchayib boryapti. Kundan kunga. Shunaqa. Buni yomon deb o'ylaysizmi? Buni yaxshi yoki yomon deb ayta olmayman. Qaysidir ma'noda balki shu xususiy sektorda o'zini sinab ko'rish imkoniyati paydo bo'layotganidan dalolatdir. Chunki odamlar ko'chada mustaqil biznes qilib ham o'shandan ko'proq pul topishi mumkindir. Lekin yomon jihati davlat ishiga nisbatan davlat ishini prestijligi tushib boryapti-da, ya'ni hurmati tushib boryapti deb o'ylayman. Masalan, biz yoshligimizdan davlat ishida ishlashni orzu deb ko'rgan bo'lsak, keyingi avlodlar masalan endi davlat ishida ishlashni o'zi uchun qanaqadir bir orzu, havas deb bilmayapti-da, ular imkon qadar mustaqil biznes qilish uchun harakat qilyapti. Masalan, o'zimni jiyanlarimni bilaman. Birortasini niyati davlat ishida ishlab bir nima bo'lib ketish emas. Umuman o'zim mana shu yoshlardan hozir atrofdagilarni ko'rib bilyapman, hammasini niyati qanaqadir mustaqil harakat qilmoqchi. Bu ham qaysidir ma'noda shu davlat ishidagi har xil holatlar sabab mana shunaqa
prestiji tushib boryapti deb bilaman-da. Mana bu yomon. Lekin umuman bo'shash holatini yaxshi yomon deb ayta olmayman, balki ko'chada yana qanaqadir o'zini ishlari bordir. O'zi o'rtacha 4% ko'rsatkichdagi ishdan bo'shash ko'rsatkichi normal holat hisoblanadi. Chunki umuman ishdan bo'shash ko'rsatkichi tushib ketgan korxonalarda ham rivojlanish to'xtab qolgan. Qon yangilanmay qoladi. Noloyiq xodimlarni o'z vaqtida ishdan bo'shatib yangilab turish kerak o'zi aslida. 4%. Ha. Lekin degan joyi bor. Jim Rohnning yaxshi gapi bordi. O'zgarishlar boshida og'riqli. O'rtasida mavhum. Yakunida esa o'ta go'zal deganda, ya'ni yakunida juda bir chiroyli holatga olib keladi odatda o'zgarishlar. Davlat tashkilotlarida ishdan bo'shash ko'rsatkichi ko'tarilyapti deganingiz, bu degani ishdan bo'shashdan qo'rqmaydigan xodimlar ko'payyapti. Shunaqa. Hozir qanaqadir og'riqli bo'lishi mumkin. Lekin har qanaqa tashkilot, xoh davlat tashkiloti bo'lsin, xoh deylik xususiy tashkilotlar bo'lsin, har qanaqa tashkilotda o'z aslida ishdan bo'shashdan qo'rqmaydigan xodimni rivojlantiradi. To'g'ri. Ishdan bo'shashdan qo'rqadigan odam o'sha tashkilotni o'ldiradi. Ishdan bo'shashdan qo'rqmaydigan odam o'sha tashkilotni rivojlantiradi. Juda to'g'ri gapni aytdingiz lekin men ham juda ko'p ta'kidlayman-da. Chunki bir xalqimizda ham bejiz aytilmaydi-da, bo'ynidan bog'langan it ovga yalchimas deganda. Bu ishdan bo'shashdan qo'rqib yashaydigan xodimlar bo'ynidan bog'langan it deb bilaman-da. Bularni rahbar nima desa o'sha tomonga yetaklanib ketaveradi. Haqiqat nima aytolmaydi, rahbar xato qilsa, boshliq mana bunaqa xatolik bor ekan deb kira olmaydi. O'ylaymanki, bu tendensiya borib shunaqa professional ishdan bo'shashdan qo'rqmaydigan yetuk kadrlar yig'ilishiga sababchi bo'ladi. O'rtada bir muddat og'ir vaziyat bo'lishi mumkindir-ku, lekin o'ylaymanki, oxiri shu yaxshi holatga olib boradi deb o'ylayman. Yaxshi niyat qilamiz. Yaxshi mana shunaqa xodimlar ko'paysin deb, lekin qo'rquvim ham bor. Mana davlat idoralarida yaxshi o'ziga ishongan, bilimi borlar tark etyapti-da va ilojsizlar qolib ketib, ilojsizlar jamoat shakllanib qolishidan ham qo'rqaman-da. Mana shunaqa ham bo'lishi mumkin-da. Men to'g'risi hozir o'zim kuzatyapman, ishdan bo'shab ketayotganlarni aksariyati bilim zo'rlari ketib qolyapti-da. Bilim zo'rlari qarayapti-da, qadrlamayapti. Meni bu sen qadrimga yetmasang, meni bu yoqda kutib turgan zo'rlari bor deb arizasini yozyapti, ketyapti-da. Va ana u idora shuncha yil davlatni tarbiyalab kelgan bitta xodimini olib qolish o'rniga qo'lini mana bunday qimirlatib o'tirishdan boshqa hech narsa qilmayapti. O'sha xodimni olib qolish harakatini qilmayapti. Qaysiki ular olib qolaman desa, qanaqadir mana ruscha jargonda aytadigan bo'lsa, ya'ni zapadlov bo'lib qolyapti-da, ularga sharmandalik bo'lib qolyapti. Va o'sha xodimni ushlab qolishga harakat qilmayapti, zo'r xodimni. Va natijada men qo'rquvim shundanki, ertaga ilojsiz, qo'lida ish kelmaydigan yalqov tamballar yig'ilib qolib, davlat idorasining dabdalasini chiqarishdan qo'rqaman-da men. Bu foiz ko'rsatkichlar ko'tarilib borgan sari baribir juda ko'pchilik yangilanadi. Gap asosiy 80% masalada, ya'ni juda ko'p holatlarda 80% deylik massa agar hozir yangilanadigan bo'lsa, buni o'zi ham yaxshi natija ko'rsatishi mumkin. Albatta endi guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi-ku. Qolib ketishi, nimada uzoq muddat deylik natija bermaydigan xodimlar qolib ketishi kuzatilishi mumkin, lekin uzoq muddatda baribir hozirgi tendensiya yaxshi natijaga olib chiqishi mumkin. Siz aytayotgan holat achinarli. Yaxshi, potensiali yuqori bo'lgan kadr, lekin ikkita tomondan ko'rganda o'z aslida o'sha kadr bir lavozimda belgilangan lavozim yo'riqnomasi bor, to'g'rimi? O'sha yo'riqnoma ichida ko'proq xizmat qilarman davlatga yoki ishdan bo'shagandan keyin nima ish qilyapti degan narsada. Men o'ylaymanki, davlat tizimidan ishdan bo'shagan birorta odam betayin ish qilyapti deb ko'rmadim hali. Ko'p tanishlarimiz bor. Biri xususiy maktab ochdi, biri mana siz bo'lsangiz mana shunaqa ijtimoiy loyiha qilyapsiz, joymiy platformasini tashkil qilgan bir akamiz borlar. O'zimiz tadbirkorlik qilyapmiz. O'zi aslida qayerda ko'proq manfaat keltiryapmiz degan tomoni ham bor-da o'zi aslida. Balki biz hozir ko'proq manfaat keltirayotgandirmiz. Balki biz hozirgi o'rnimizda ko'proq kerakdirmiz degan savol bor-da. Shuning uchun ham buni ham yaxshi va yomon tomonlari bor. Rahbarlar haqida gaplashdik, shu paytgacha rahbardagi bir kamchiliklar haqida. Siz ko'plab xodimlar bilan gaplashgansiz. Mana shu suhbatimiz yakunida umuman hozirgi kunda nomzodlar orasida, o'sha ishga nomzodlar orasida qanday bir ko'plab nuqsonlarga duch kelyapsiz? Eng ko'p uchraydigan holat nima? Og'riqli nuqtasi. Ishlamasdan pul topish xohish, harakat qilmasdan. Bunga bir oldingi podkastda ham aytgandim.
bunga eng katta, eng achinarli holat bitta so'z bilan aytganda energiya yo'qligi. 2000-yildan yosh bo'lgan avlodda energiya juda tushib ketgan. Sabablarni o'rganib chiqdik. Sabablari ijtimoiy tarmoqlardagi oson hayotga oshiqlik, havas deganda odamlarni o'ziga emas, narsalariga havas qilish. Misol uchun, muvaffaqiyatli odamlarning ko'piga qarasangiz, mana tadbirkorligi yuqori katta kompaniya egalariga qarasangiz, energiyali. Ertaga vaqtli turadi, kechqurun kech uxlaydi, kun davomida band bo'ladi. Bekorchi narsaga umuman vaqt ajratmaydi. Va biz ularni o'ziga emas-da, biz yoshlar minib yurgan mashinasiga, kiyib yurgan kiyimiga, ishlatayotgan telefoniga havas qilyapti. Bunaqa bo'lmaydi. Birinchi bo'lib odam o'zi o'zgaradi, keyin atrofi o'zgaradi. Biznikilar atrofi bir mo'jizaviy ravishda o'zgarishni kutib yuradi. Va o'sha mo'jizaviy ravishda o'zgarmaguncha umuman harakat qilmaydi. Biz mana viloyatlarda ham vakansiyalarimiz bor, viloyatlarda ham 4 million, 5 millionga ish taklifi bilan chiqadi bizning xodimlar. Misol uchun 4 million ish taklif qilyapti, 5 million bersa ishlayman. Nimaga bundan oldingi ish xodimi 5 million? Hozir 1 million ham topmayapsan, uyda yotibsan hozir. Tur ishla. Keling ishlang, bir oy ishlaganingizdan keyin ko'rib chiqamiz oyligingizni qaytadan. Bo'ldi, bildingiz, zo'r xodim ekan. Yo'q deydi. 2 oydan keyin gaplashsangizdan o'sha xodim lekin ishlamasdan yotgan bo'ladi uyda. Endi uni ota-onasi ichidan nima o'tyapti tasavvur qiling. 19 yoshli yigit oylab ishlamasdan uyda yotdi. Endi sizda unaqa holat bo'lmaganda, men o'zimda ishlay olmayman. Mana deylik, shu paytgacha 10 dan ziyod tashkilotlarda ishlagan bo'lsam, hali yoshmiz-ku, lekin 1 yildan kam ishlamaganman biror tashkilotda. Bir vaqtda o'zida 2-3 ta tashkilotda ishlagan vaqtimiz ham bo'lgan. Bir kun hattoki men uyda qolganimni eslay olmayman. Uyda yotib anaqa ham eslay olmayman. Shu energiya qo'ymaydi unga. Mas'uliyat qo'ymaydi unga. O'sha havas, o'sha xohish, o'sha istaklar qo'ymaydi. Chunki biz o'zimizni o'zgartirishga harakat qilamiz-da doim. Mana shu narsa eng katta og'riq. Boya sanab o'tib ketgan eng katta ko'nikma o'zini o'zgartirish ko'nikmasi. Bizni hozir yoshlarga suv va havodek zarur. Suv va havodek zarur. Eng birinchi o'rinda. To'g'ri kelgan, istalgan, deylik, darmon bo'ladigan doridan ko'ra ko'proq zarur. Aka, sizga katta rahmat. Juda ajoyib insightlar bo'ldi. O'ylaymanki, bu suhbatimizdan rahbarlar va oddiy ishchi xodimlar ham o'ziga yarasha manfaatli, o'ziga ma'lumotlar oladi deb o'ylayman va xohlaymizki, mana shu yerda ko'tarilgan masalalar kelgusida o'z yechimini topadi va bizning bergan ma'lumotlarimiz, fikrlarimiz mana shu masalalarning yechilishiga qandaydir bir o'z hissasini qo'shsa, bu bizning baxtimiz, bu bizning muvaffaqiyatimiz bo'ladi. Shuning uchun ushbu fikrlarimizni shunchaki tinglab emas, ijro qilib ham amalda qo'llab, jamiyat ichiga kiritilishi tarafdorimiz. Vatan omon bo'lsin.